Xo'p, 91 ming obunachisi bor kanalimiz sotuvga keldi. Oxirgi oyda 39 ming odam qo'shilgan. Demak, prosmotr normalniy bo'lishi kerak. Qancha? 29 millionmi? 29 million 1 million 400 ming, 300 ming, xullas prosmotr udar do'stlar. Xo'p, mana kanalimiz oxirgi bir oyda 20 million prosmotr bo'lgan. Qarang, prosmotr qara kanalga kelyapti. Pulni Yevropa kanali, O'zbekistonda bo'lmasa hammasi mana qaranglar. 20 million prosmotr, kuniga 800 ming, 700 ming prosmotr. Kuni mana real time 48 soatda 1.6 million prosmotr. Udar, короче. Kuniga 800 odam qo'shilyapti. Xudo xolasa, endi 15 kunlarda bir 10-15 kunlarda 100 mingtadan oshib qolsa, 100 mingtadan oshsa knop qolsanglar bo'ladi do'stlar. Knopga bemalol olsanglar bo'ladi. Kanalimiz narxi 5300 ming so'm deyapmiz. Konkret oladigan odam bo'lsa kelishamiz do'stlar. 5300 so'm konkret oladigan odam bo'lsa kelishamiz. Xo'p, konkret oladigan odam bo'lsa 99 lik 791 32 32 nomerga telefon qilinglar. Kanal raqamini aytaman. Kanal raqami Y46 yoki telefon qilib aytib uzr. 791 32 32 ga SMS yozasizlar. Y46-kanalni olmoqchiman deb yozsanglar, batafsil yana gaplashamiz. Oddiy SMS yozasizlar yoki Telegram orqali yozsanglar bo'ladi. Videosida kommentariya degan joy bor. Kommentariyada Telegram kanalimiz ma'lumot bor. Kommentariyada diqqat qilinglar, yozasizlar, kommentariya o'sha joyda. AdSense'lar bor do'stlar. AdSense'lar bilan qo'shib beramiz. Tak-tugma sovg'a sizlarga. 5300 ming so'm konkret oladigan odamimiz narxini gaplashamiz. Lekin bir haftadan keyin narxi oshishi mumkin, chunki kanal voy zo'r ketyapti. Chunki tezroq sotib olishni tavsiya qilaman. 5300 ming deyapmiz. Konkret oladigan odamimiz Telegramdan aloqaga chiqinglar. Salomat bo'ling.